بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا mo'minlarning jonlarini siliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Allohning amrini osmondan tez elib tushguchi farishtalar bilan qasamki, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا mo'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguvchi farishtalar bilan qasamki, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا Allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqarg'uvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar, sizlardan cho'qim hisob ilindi. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Bu kun, ya'ni qiyomat kunida zimin va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Uning orqasidilla osmon va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ Bu kunda dillarni, ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinish bosidi. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Shu dillarning egalarining ko'zlari qo'rqinishdan tikilib qaraya olmaydi. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Ular aytidi: "Rastda biz avvalgi holimizga qaytirilamdik, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdik. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً" U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tirildigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Bir sayha, ya'ni İsrafilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Sana Musa'nın xəbri gəldimi? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى Öz vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundaq deb chaqirdi: اذهب إلى فرعون إنه طغى Sen Firavunning qishig'i barg'in. U haqiqatan haddidan oshdi. فقل هل لك إلى أن تزكى Uningga kufrdan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan. وأهديك إلى ربك فتخشى Seni Parvardigorimni tonishga yetaklishimni xohlamsan. Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsanda, yaxshi amallarni qilasan, degin. فأراه الآية الكبرى Musa Firavunga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. فكذب وعصى Firavun Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. ثم أدبر يسعى Ondan Firavun Musadan yuz o'rib, hiyla-mikr ishlatishga kirishdi. فحشر فنادى O sehrgarlarni, askarlarni, tavalarni to'pildi va nido qilib: فقال أنا ربكم الأعلى
dedi. Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Allah uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Shak shubsizki Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. رفع سمكها فسواها. Uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Uning kechisini qapqarong'u, kunduzini yop-yo'riq qildi. والأرض بعد ذلك دحاها. Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. أخرج منها ماءها ومرعاها. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi. والجبال أرساها. Tog'larni zaminda muqim qildi. متاعا لكم ولأنعامكم. Allah Taala ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanish uchun yaratdi. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى. shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini eslaydi. وبرزت الجحيم لمن يرى. Qarg'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatildi. فأما من طغى. Kimki kufrda, gunohda chekidan oshidi ekan, وآثر الحياة الدنيا. dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdi ekan, فإن الجحيم هي المأوى. uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Parvardigorining oldida so'roq tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, فإن الجنة هي المأوى. haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. فيما أنت من ذكراها. Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? إلى ربك منتهاها. Uni bilish Parvardigoringga xosdir. إنما أنت منذر من يخشاها. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir attigan turgandek gumon qiladi.